Aka, mana bu masjid meniki emas, Xudoniki deb Xudoniga ham bo'lmay chiqdi-ku bu. Tushunmadim, qanaqasiga? Sotamiz. Mana shu odamdan sotib olyapman. Hozir seni. Ey, bo'ldi. Ketdik. Men sizga hozir chiqing demayapman-ku. Narsalaringizni yig'ing, boshqa boradigan joy topib 3-4 kundan keyin chiqsangiz bo'ladi. Biz ham Xudodan qo'rqamiz-da endi. Hali qarab turing bularga. O'sha masjidni sizga qaytaraman. Axir bu klassika, mers. Uni qayerdan olding, uka? Shuni menga sot. Sotsang-chi. Qancha desang beraman. Sotsang-chi. Sotsang bo'ldi. Qani bo'ldi, kelishamiz. Va'da, ko'rdingmi? Voy. Tinchlikmi? Otadan ayrilib qoldik. Mulla aka. Ey, meni ichkariga kiritqay. Men va'da berdim-ku axir. Va'da berdim. Hujjatni olib kelaman dedim. Va'damni qo'yib yuborim, men kirib chiqay. Mulla aka. Sabr. Mulla aka. Bo'ldi. Mulla aka.